Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi doirasida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidan keyin O'zbekistondagi ochiq zovurlarni yopiq tizimga o'tkazish, ularning ustida esa savdo va servis obyektlarini barpo etish borasida yangi bir tendensiya boshlandi. Bu jarayon garchi prezident qarori bilan tartibga solingan va aniq manzillar ko'rsatilgan bo'lsa-da, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida shubhali va noqonuniy tus olayotgani haqida jiddiy xavotirlar mavjud. Bizning jurnalistik surishtiruvimizga ko'ra, mahalliy aholi va insayderlar tomonidan berilgan ma'lumotlar Uchko'prik tumanida Farg'ona viloyat hokimining qarori ijrosi niqobi ostida aslida qarorda ko'rsatilmagan zovurlarning o'zboshimchalik bilan ko'mib tashlanayotganini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 15-16 aprel kunlari Andijon viloyatiga tashrifidan so'ng 2025-yil 19-mayda Farg'ona viloyat hokimining tegishli qarori imzolangan edi. Bu qarorda magistral va markaziy yo'llar bo'yidagi ochiq zovurlarni yopiq tizimga o'tkazish va shu yo'l bilan paydo bo'lgan yer maydonlarida qonuniy ravishda savdo va servis obyektlarini tashkil etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va ko'milishi kerak bo'lgan zovurlar ro'yxati belgilangan. Biroq Uchko'prik tumanida vaziyat butunlay boshqacha tus olmoqda. Fuqarolarning da'vo qilishicha, tuman hokimi boshchiligida qarorda ko'rsatilmagan 500 metrlik zovur noqonuniy ravishda ko'mib tashlanmoqda. Eng achinarlisi, bu ishlar mahalliy aholining keskin e'tirozlariga qaramay davom ettirilmoqda va ko'milgan zovur ustiga darhol yangi do'konlar qurib tashlanmoqda. Assalomu alaykum barchaga. Mana biza yonimizdagi shu zovur 200 metrga berilgan viloyat hokimi hamda prezident qarori bilan tasdiqlangan Begvacha zovurini 200 metrga berilgan, lekin bitta shaxs tomonidan bu o'zlashtirilib, bu zovur o'sha viloyat hokimi prezidenti o'sha 2025-yil 15-16 apreldagi o'sha markaziy hamda magistral yo'llar bo'yidagi ochiq zovurlarni yopiq holatga keltirish deyilgan, lekin mutasaddi hamda mutaxassis xodimlar buni o'rganmasdan, bu zak uchun mo'ljallangan ziberda o'rganmasdan bular berib yuborgan. Aholi kesmaymiz deyishgani bilan majburlab kesilyapti. Mana bular majburlab kesilyapti. O'zlari mana yerda turiblar shu odam, mana shu odam o'rtadagi. Qarorda 200 metr deyilgan, lekin 1 kilometrgacha olindi. Shuni bizga isbotlab bermayapti. Bunday xatti-harakatlar jiddiy savollarni keltirib chiqaradi. Agar bizda aniq zovurlar ko'rsatilgan bo'lsa, 500 metrlik qo'shimcha zovur qanday asosda ko'mib tashlanmoqda? Bu yer maydonini o'zlashtirishga kim ruxsat berdi? Uchko'prik tumanidagi ushbu holat faqatgina bir zovurning taqdiri emas. Bu hokimiyatning qonunga, prezident qaroriga va eng muhimi fuqarolarning fikrga bo'lgan munosabatining ko'zgusidir. Tuman hokimligi zudlik bilan ushbu 500 metrlik zovurni ko'mish to'g'risidagi qarorga asos bo'lgan hujjatlarni agar mavjud bo'lsa, jamoatchilikka e'lon qilishi va mahalliy aholining e'tirozlariga javob berishi shart. Aks holda bu xatti-harakatlar hokim qarori niqobi ostidagi o'zboshimchalik va ehtimol qonunbuzarlik sifatida baholanishi muqarrar.